lekin top 9 ta modlarni obzor qilamiz. Birinchi mod mana shu orqamdagi plash, ya'ni mana shu plashni qo'shadi. Siz xohlagan plashingizdan qo'shishingiz mumkin. Ya'ni siz galereyadagi rasm bo'lsa bo'ldi. Shu mod bilan xohlagan va bu orqamda plash ko'ryapsizmi? Bu mening hayotdagi ko'rinishim. Ya'ni men hayotda shunaqaman. Xuddi shunaqa. Albatta bu mod juda ham yaxshi. Bir marta qo'shishga albatta arziydi deb o'ylayman. Bo'lmasa keyingi modga ketdik. Keyingi modimiz albatta hayvonlarga aylanish modi. To'xtang. Mening kanalimda 121 ta obunachi yig'ilibdi. Mana. Bu obunachilar agar siz men 130 ta qilsangiz, men 100 kunlikdan boshlab 1000 kunlik hardkor olamlarni kuzatamiz va bu hardkorlarni qayerdan yuklab olishni ko'rsataman. Albatta, buncha 130 ta obunachi menga qilib bering. Unda video boshlandi yana. Xo'sh, kelasi mod jonivorga aylanish. Ya'ni mana jonivorga aylanish. Xohlagan hayvon bo'lsa, chachi deb o'yladirasiz. Bitta shot olsangiz, mana tikin. Har modlar shulardan iborat. Albatta, bu modlar juda ham yaxshi. Mana bularning hammasini o'ldiramiz. Mana har xil. Mana galim. Buni o'zi urgandan, qilich bilan urgandan ko'ra o'zi bilan urgan yaxshiroq, qo'l bilan. Albatta mana shu sigir. Lekin hech qachon qo'yga aylanmang. Chunki sizni xo'rlashi mumkin. Mayli, unda keyingi modga ketdik. Keyingi modimiz, ya'ni shunaqa askar villagerlarni qo'shadi. Bu villagerlar faqat askar bo'lib cheklanmaydi. Sizga mana shunaqa narsalarni ham qo'shadi. Bu yana har xil narsalar. Mana chicken boss va mana shunaqa qanday narsa. Albatta bu mod video uchun yaxshi. Unda keyingi modga ketdik. Va bitta savol hal biz nechinchi modga keldik va mod top 6 ta bo'lar ekan, 9 ta emas. Texnik nosozliklar bo'yicha albatta bu kechiladigan xato deb o'ylayman. Unda keyingi modga ketdik. Keyingi modimiz mana shunaqa kamera modi. Ya'ni siz buni olasiz, shuni qo'yasiz. Shuni ustidan bossangiz, mana X-ray. Faysal o'chib bo'lmayapti, mana. Shunaqachi. Shuni qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa atmosfera qilsa bo'ladi, qarang. Mana shunaqa zo'r atmosfera bilan chiroyli bo'lasiz. Mana xullas mod shunaqa iborat emas. Albatta mana bu narsalar ham bor. Yurakcha charchadim men, короче. Xudoga saldim, короче. Shunaqa mod, albatta bu mod juda ham yaxshi. Ayniqsa video olishga. Shuni hep mod shunaqa iborat. Unda keyingi modga olg'a. Kelasi mod Minecraftga har xil jonlarni qo'shadi. Qanchadir hayvonlar hammasini ko'rsatmayman. Juda ham sekin qulash, joyda qor qilish. Qanaqa chaqmoq qildim. Shunaqa. Har xil tuxum cheksiz. Juda ham ko'p moblar, hayvonlarning joni.
va keyingi modga ketdik va albatta kanalga obuna, videoga like. Va unda keyingi modga ketdik. Baraban sadolar ostida biz keyingi mod ko'p odam qidirgan yoki topolmagan yoki qidirmagan Jujutsu Kaisen olamidagi Jujutsu Kaisen modi. Bu modda siz juda ham ko'p narsalar topishingiz mumkin. Har xil narsalar, ya'ni albatta o'zingiz ham shularga aylansangiz bo'ladi. Bu modda deyarli barcha bosh qahramonlar, xullas ko'p qahramonlar bor. Albatta bugungi videoda biz ikkita eng kuchli personajni sinab ko'ramiz va ular qaysi biri uchishini bilib olamiz. Albatta siz o'zingiz xohlagan odamga aylansangiz bo'ladi. O'zim mana masalan men Gujoni tanlarim va menda Gujo bor endi. Ya'ni men Gujoman. Va xohlagan kuchingiz. Masalan, men shu Gujoning kuchini xohladim va endi olaman. Xullas endi eng asosiy jang dunyoda eng kuchli personaj Gujoga qarshi Sukuna. Va u ko'ramiz hozir kim yutadi. Ikkalasi ham birdaniga hududni kengaytirishdi. Va kim yutadi? Kim? Va yana xo'sh. Yana ur. Gujo yut Gujo. Senga ishonamiz. Ular qani o'zi? Voy. Mana ko'k. Siyohlang ishlat siyohlang. Xo'sh, yana. Yana bitta. Yo, mana bu hududni Yo, faqat bu emas. Gujoni hududini sindira oldi. Yo. Gujoni hududini sindira mumkin emas. Hozir nima bo'ldi? Nima tushunganim? Qo'l. Hozir boshqatdan men tushunganim. Mana hozir qaytdan birinchi Gujoni paydo qilamiz. Va Sukuna. Va endi boshqatdan повтор. Mana Gujoga hech nima qilmaydi. Gujo o'zini cheksiz baryer qovog'i bilan o'ralib oldi. Xo'sh, ha? Hududni kengaytir. Va qizil. Qizil, yaxshi. Yes, siyohrang. Yo'q qil bratchkani. Va o'zir. Sukuraga qiyin bo'ldi. Qana Gujo sekishing aniq. Qani Sukuna qani o'zi, ey? Gujoga qiyin bo'ldi. Yana. Shunaqa ko'p. Voy. Yes, men kutgan narsa. Hudud. Yo'q. Ikkalasi bir paytda hududni kengaytira oldi. Siyohrangni ishlat, yana bir marta siyohrang. Mana
Sukuna. O'ldir Sukuna. Sukuna sendan kuchsiz. Qani video. Siyoh rang işte, siyoh rang. O'ldir, nimaga o'ldirmayapsan? Ha, yana ko'proq ur, ha. Yo'q, qoldi. O'ldir. Sukra jonini to'ldiryapti, o'ldir. Hudud parchalanyapti. Nega o'ldirmayapti? Xullas, hozir bari bu joy o'tishi aniq. Bundan albatta video tugadi. Va kommentarlarga o'zingiz fikringizni, izohlarda o'zingiz fikringizni albatta yozib qoldiring. Sizningcha qaysi odam kuchli? Vujo yoki Sukuna? Albatta narslaringizni, fikrlaringiz menga qiziq. Unda video tugadi.